Assalomu alaykum. Yaxshi yetib Vaalaykum keldingizmi? assalom. Xudoga shukur, rahmat. O'zingiz Qayerdan? yaxshimisiz? Tojikiston Panjakin shahri, So'jina qishlog'i. So'jinadamisiz? Hop. So'jinada. Ismingiz nima? Ismim Ortiq. Ortiqboy. Familiyangizchi? Familiyam Qo'ldoshev. Tug'ilgan yilingiz? 1975-yil. 75-yil. Qani shikoyatingizni eshitdik. Shikoyat shu bel og'ri bilan keldim. Har paytga, bir necha paytga terlab sovisa tortib qoladi. Boshqa payt tortmaymi? Faqat ertalabgami? Yo'q, ertalabga emas, bu masalan qachon terlab ishlasam, mayga sovib ketsa, almashtirmasam qolsa ushlaydi. Lekin Bunday to'g'ri qo'yaveradi. yurganingizda-chi? To'g'ri yurganimga og'rib yurmaydi. Oyoqqa og'riq bormi? Yo'q, oyoqqa bermaydi. Mana sondan pastiga qarab Sondan pastga ham bermaydi. oyoq uvushadimi? Uyushmaydi. Oyoq muzlaydimi? Muzlamaydi. O'rningizdan tez turib ketalasizmi bemalol yo o'ylanib turasizmi? O'rnini o'sha ushlagan paytiga turgani ham qo'ymaydi. Qiyin turadi odam. O'sha payt bobocha bo'lasiz. Shunday. Davolanish muddati berdi 10 kun lecheniya qilish kerak o'zi aslida. Ko'ramiz hali lecheniyaning nimasiga sifatiga qarab keyin o'shanga qarab javob beraman. Hozircha hamma ishlarimizni qilib bo'lganimizdan keyin o'sha sizni qarindoshlaringiz bu yerga kelib ketgan oyda Kelishgan. Xudoga shukur. Rahmat sizga. Shu siz ham shular qatori chiqib ketasiz degan oyda. Salomat bo'ling. Rahmat. Yaxshi dam oldingizmi? Xudoga shukur. Xo'p. Qo'ldoshev Ortiqboy. Tojikiston Respublikasi Panjikent shahri, So'jana qishlog'i. Bel og'riq shikoyati bilan keldingiz. Shunday. Qani? Qancha vaqtdan beri o'zingizni masalan o'sha kasal deb hisoblab yuribsiz? Endi bu kasallik bel og'rigani juda olis boshlangan. 2002-yil shamollash bilan boshlangandi. 2002 bo'layotgan bo'lsa 4 yil bo'libdi-da, to'g'rimi? Yo, 2002ga 24 yil bo'ladi. 2022 deb hisoblabman, uzr. Yo, u yoqda qo'yavering. Eng muhimi mana bu yurishingizga qiynalib qoldingiz-ku. Endi tushunishga harakat qiling. Tojikiston boshqa davlat, biz boshqa davlat. Siz bu yoqqa kelishingiz uchun bir nima deydi? Otni kallasdek sabab bo'lish kerak-da. Sabab pastga chaqibdi borib davolanib kelay deb kelmaysiz, to'g'rimi? Shunday, to'g'ri. Muhim sabab bo'lgani uchun keldingiz. Shunday. Qachon boshlandi shu sabab? Shu sabab endi 2 yil, 1 yil. Qancha vaqtdan beri qiynalib yuribsiz? Endi ko'pdan beri qiynalib yuribman, lekin tez takrorlanyapti bu sovuq tortishlar. Qotib qolish, sovuq tortib. Terlagan paytda tirishib qolyapsiz, to'g'rimi? Qoladi. Turish qiyin bo'lib qoladi. Kelgan paytingiz 20-iyun kuni keldingiz, 26-yili. Ketayotgan paytingiz 26-iyun. 20da bugun 27-ya. Shunday. 6 kun davolandim sizda qo'lingizda. 26. Mana 6 kun davomida o'sha qilayotgan ishlarimda grijani davolash uslublarimni qo'llab, oyoq qo'lingizni boylab, tortib, cho'zib qildim. Shunday. Natija bo'ldimi? Natija bor. Sovib ketish, bel yaxlashib yur, pashda yo'qoldi. Natija bor. Pashda deganingiz qancha qoldi? Yarmi qoldimi? Yo'q, yarmidan juda past. Juda oz. Nima deyman, tugatibman-da. Xo'p, yana. Bu juda endi 5 kun, 6 kun juda qisqa davolanish muddat. To'g'ri. Men oldinlari bunaqa uni kutmadim demoqchisizda, to'g'rimi? Shunday. Xursandman. Endi bundayda hozir bemalolmisiz, turishingiz, o'tirishingiz hammasi joy-joyidami? Bemalol. Endi kelgan paytingiz so'rovdingiz, Rossiyaga borib ishlasam maylimi deb. Mayli ishlasangiz. Bemalol ishlayvering. Faqat ehtiyot bo'ling. Ko'tarib qo'lingizga ushlagan narsa tushib ketayotgan bo'lsa, ushlab qolmang o'shani. Ayamang. Ko'plarga aytaman. U faqir bo'ladimi,
u suv bo'ladimi, u ovqat bo'ladimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar qo'lingdan sirpanib ketyaptimi, tashlab yubor. Ushlama uni. Faqat bir narsada ushlashing mumkin. Chaqaloq oyog'ing ostida o'ralashib, pastga dumalab ketayotgan bo'lsa, yana undan yoqasidan ushla. Grija bo'lsang ham, 10 marta grija bo'lsang ham ushlab qol. Bu tirik odam. Kallasi bilan tushib, boshi bilan to'qnashib ketmasin. Qolgan paytda buyumga iching achilmasin. Bizlarda teskari. Ko'rpa taxmon yig'adi ayollarimiz. Taxmon tushib ketayotgan bo'lsa, yiqqan taxmoni. Hop deydida o'zini tashlaydi. G'irch etadi, bel chiqib ketadi. Biror narsa sirpanib, ovqat qilayotgan paytda, masalan, bitta kosasi pastga tushib ketayotgan bo'lsa, boyagi jonivor kosaga ichasida, hop deydi ushlamoqchi bo'ladi. Erkaklarda ham shu ish qilayotgan bo'lsangiz, bitta balka tushyaptimi, taxta tushyaptimi, shuni ushlayman deysiz. Shunday. Unga ichingiz achiydi, lekin bilmaysizki, bir sekund ichida belingiz chiqib ketadi, yillar davomida qiynala boshlaysiz. Ana o'shani ehtiyot bo'lish kerak. O'lsin, san o'zingiz nariroq tashlayingda, gurs etib qulasin, changisin, indamay turinglar, changini qoqib yana davom ettiraveradi. Agar singan bo'lsa, boshqasini olasiz. Lekin bu sog'lig'ingizga zarar tegmaydi. Men o'zim bir paytlari 93-yil grija bo'lib qolganman, piyoz ko'tarib. Qo'limda piyoz, mashinaga piyoz ortayotganimizda sirpanib ketuvdi-da, boya piyoz tortib ketuvdi. 11 yil qiynaldim. Odam topolmadim o'zimni davolatishga. Oxiri tortaverib, mana bunday qilib olganman. Hozir odamlarni osongina 10 kun, 15 kun, mana sizga 6 kunda chiqaryapman. Men o'zimga 11 yil ketdi. Tushunarlimi? Salomat bo'ling. Birinchi navbatda so'raydigan savolim, mehnatimdan rozimisiz? Roziman. Qilgan xarajatingizga rozimisiz? Roziman. Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi yetib boring. Katta rahmat sizga. Salomat bo'ling.